Yetar uzoq kelyaptimi? Mahallani obodonchiligiga qarash. Ne rais bu? Kimdir suvga tarif po'choq tashlayapti, uni ushib olsam, qamat o'qlaman. Mahallani obod qilguncha o'lib ketmasam bo'ldi-da. Rais bu nozimni do'kon ochar ekan, bitta kirib ketmasangiz bo'lmaydi. Bo'ldi, o'zim ko'rib kelaman. Sen yab-yab razvedka qilib tur. Tamom. Yangi do'konlar qulluq bo'lsin. Mahalla ham maza qiladigan bo'pti-da. Qanaqa kiyimlar sotilyapti? Rais bu yerda murskiy kiyimlar, jenskiy kiyimlar, unisex kiyimlar sotiladi. Hayvon. Yo'q do'konda. Mahallada unaqa uyasiz kiyimlar sotilishiga yo'l qo'yilmaydi. Xarajat qilib qo'yganmi rais bu? Xarajatingga harakatim. Yo'qot, yo'q. Uyasiz kiyim sotasan? Bu katta tuxumni kim tug'ibdi? Anjali bola katta mega tuxumni qitirib rais bu. Yo'q, viloyatdagi hamkorlar dillilar aloqa chiqayotgandir. Qo'shni davlatlarga fura ketyapti rais bu. Zo'r narsa qitiribdi. Biz mahalladagilarga emas, do'konlarga, bozorlarga to'ldirib tashasiz. Xo'p bo'ladi. Rais bu aka sizga bitta gap bor, yuringlar. Yurchi. Rais bu onlarni qarang, ichib o'tirishibdi. Ne shayton mazmun bo'lyapti, yurchi. Shu dizalaring. Kecha tog'am bitta bolani qo'lini chop tashadi. Nimaga? Nima bo'lardi? Qo'ymagani qo'y. Sen qo'ygag'ila mahallada ichadigan bo'lib qolishdingmi? Qo'shni mahallaga borib ichimiz-a? Bolalaringni o'ylasenchi, alkashni bolasi degan non qoldirmasdan, Rais, sendan kattasi kelsa ham ichamiz. Kuchi yetadimi duxumni olishga? Rais bu bilan o'ynashma, duxingni sindirish kerakmi? Mana! Choy damlab ichasan, hayvon. Bironta mahallada aroq ichishgan, qahman yo'qlamaman. Dastlabki hisob keldi. Siz? Nima? Kim ekan u? Zapa. Uyalmaysanmi? Otang tengi odamlar bitta kvartirada, qosh ko'zi qop-qora, sochi jamalak qiz, kelajagi yo'q, tungi kapalak esiz. Einstein. O'sha. Uyalmaysizlarmi? Qizingiz tengi odamlar bitta kvartirada, puli go'shtiymi? Puli go'sht. Tinchlikmi? Qo'shmachi Rozopa. Siz uyushtirdingizmi bu uchrashuvni? Siz boylarga qizlarni topib berasiz-da. Topgan hunaringga sani. Pulchoskani qara, sherkalla, Mufassaga o'xshaydi. To'za shum. Shum deylar. Kim edi bu qari tullak? Guadalupening onasimi? Yo, bu xazayka bo'lsa kerak-a? Sut ishni qo'ygan sizlarni. Uyalmaysizmi, xola? Qarisi bor uyni parisi bor deydi. Siz parichga qo'ygansiz. Tavba qiling. Dada? Siz kim bilan? Guadalupening onasi bilan? Yo, nechxonali uyingiz, ona? O'zbeklar bekorga qaynota kelin degan novella olmas ekan. Hayotdan olar ekan-da. Sizlar bilasizlar nima yeyishni? Chef lavshasidan yeyapsizlarmi? Buni har xil ta'mi bor-da, ot go'shtidan indekalik sirligi ham bor-da. Ot go'shtidan yeyapsizlarmi? Kuch bo'ladi-da, Bo'ldi qiling. Bu meni oilam bo'ladi. Siz noto'g'ri tushunyapsiz. Bular meni oyim, bular meni adam, buvim bo'ladilar. Dadam nima qilyapti? Bizanikiga sovchilikka kelgandilar. Bo'ldim, endi qizinglarni bermaysizlarmi? Beradi, bermay qayerga boradi? Yo, dada bermaydi. Nimaga bermaydi? Onasini sherkalla deb qo'ydim-ku. Hovli qilib o'l. Bilmadim. O'xshaydi-da. Oppa! 5-tosh ham tushdi. Hop, olapon. Hech qizimni qo'yaqa. Ya o'yna, hali tosh bor-ku. O'zing bilasan. Adang qo'yibdilar, ma. Yonini bosib qo'y. Hop.
oltinchi tosham tushdi. Yana bitta tushirsam mazang qochadi. Yana qo'tdilar, gaplashib olaqo, zaruldir gaplari. Bir. Vo'ada. Telefonni olmayapmanmi, demak ish qilyapmanmi? Ertalab aytdim-ku, kech payt ishdan keyin og'aynim bilan ko'rishaman deb. Boraman, yosh bolamanmi sizga? Necha yuvdik? Menga qara, o'rtoq. Lan beshim. Yaxshi rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Har doimda 9da. 7da borish kerakmi? Bo'l 6:59da eshigingiz tagida bo'laman. Xo'p bo'ladi, yaxshilab oling. Xo'sh, nechiga keluvdik? 7gami? Adashyapsan. Nima adashaman? 6da tushirdim-ku, 7ni tushirsam masala hal. O'yinni to'g'ri o'ynayapsan, lekin hayotda adashyapsan, o'rtoq. Nima? Ko'cha xandon, uy zindon bo'lib qopti-da, o'g'il bola. Adem bilan xo'jayiningga qilgan muomalangni farqini qaragin, to'g'rimi shu? Gap yo'q, o'yinni yorib yuryapsan, lekin hayotda yutqazyapsan. Ehtiyot bo'l, hayot o'ynatib yormasin. O'yin tugadi, короче. Sen yutding. Tabriklayman. Aytgancha. Sen ham uyga voqliroq bor. Adila chaqirganlar uchun emas. Ertalab shepin oldiga voqli borishing kerak-ku. O'shaning uchun. Mujik. Alo. O'tkir qo'y pirishi eshitadi. Nima qurbonlikqa qo'y? Qo'y. Qurbonlikqa qo'y deydi. Har kun mashina hayit bo'lsa ham mayli edi, lekin. Uka, bo'lishi $50,000. Ayla katalogni ko'rding, har xilcha qo'ylar. Aka, qo'y ham $50,000 bo'ladimi? Qo'y tilladanmi? Tilla bo'lbam 3 ta 9 Pro va tilla, uka. Ya, onasini emsin. Bu tagiga nima dollar tashlagansiz? Zagut ketmas uchun dollar to'shab qo'yganman. Qo'yni nonushtasini beringlar. When I popped off, then your girl gave me just a little bit of la chop. Baby, so cold, he from... Bering qan singilcha? Olmasalcha. Ko'rayapsanmi? Senda jo'q sharoit bu qo'yda bor. Hattoki men qo'yga qarayotgan qizlardan muchali qo'y. Yana 2 million so'mga bering deysanmi? Hayda biydan jo'ra. Qo'y boqish uchun qo'y kabi bo'lsizlar. Mol boqish uchun ham qo'y kabi bo'lsizlar. Men ham birinchi po'choq terishdan boshlaganman. Dadam shunda menga aytgan, bolam po'choq ham bo'lmaysan" degan. Mana ko'rib turibsizlar, oydagina motivatorman. Ustoz, savol maylimi? Nimaga shu oxirdagi qo'yni dumbas katta? Buni laqabi qo'yiza. Qo'yiza, ha. Shu uchun dumbas katta. Qo'ydan zo'r daromad olish uchun qo'yni 1 yil davomida umuman sotmangsizlar. Shunday qurbonlik boshlangandan milliardga sotasizlar. Ko'ryapsizlarmi, qo'y kuyum qanchalik darajada baland? IQ. Thank you. O'quvchilaringizga hayitlik qilib bittadan qo'y bermaysizmi? Juda ham very good savol bo'ldi. Hayitlikdan men emas, ishonch do'konlari beryapti. Har bitta 3 million so'mlik xarid uchun bitta sovg'a, 6 million so'mlik xarid uchun 2 ta sovg'a, 9 million so'mlik xarid uchun 3 ta sovg'a. Xullas, va hokazo. Qancha sovg'a qilsangiz, shuncha sovg'a beraveradi. Bu hayitlik qachongacha bo'ladi? Qara shu savol bo'ldi. Hayit sovg'asi 26, 27, 28-may kunlarigacha davom etadi. Shashilib qolsizlar. Olag'ay bo'lib to'lashga 700 ming so'mga beraman. Yo, aka, tilla qo'ydami, ololmayman buni. Tilla emas, kraskalangan bu. Yo, aka, rahmat, ololmayman, uzr. Ko'rasan-ku, har yana hayit keladi-ku. You talk dirty to me. You talk dirty to me. Ergash aka mana shuni yozib qo'ying. Ergash aka qani? Yo'qlar dadam, senga o'xshagan darmedda qarzini to'lamayotganing uchun o'zim o'tiribman, tushundingmi? Ergash aka o'g'limisan? Ha. Qishda kichkina eding-ku. Ha, shu ham sovuqda kichkina bo'lib qolaman, yozda kattarib ketaman, qani tushunding? O'zingdan kattani sellamada. Tushunmadim. Ya sellasang sellaver, yozib qo'ysang bo'ldi. Oldingilarni ham to'laysan, tushundingmi? Hisoblab ber. Tak, 56, 67 million. Ayam o'ldiradi endi meni.
Odamlarimiz darmaydi deydi, shunda yomon xafa bo'lib ketaman. Xafa bo'lma, bizda qadarmetlar o'zi xalqqa kerak. Nimaga? Bo'lmasa normal odamni qanday ajratib olasan? Ha, darmetlar qanday? Ana bitta darmet keldi, qani? Mashina nomerlarini ko'rdinglarmi? Yomon arzon bo'lib ketdi. Ha. O'zimga mana nomer tanlab qanday? Ye. Bunaqa kal degan nomer taqsang, odamlar ustingdan kulsa-chi? Ustimdan kulganlarga orqasiga mana nomer taqib olaman. Raya bor-ku, Andijondan chiqayotgan. Shuni yangisi chiqib qara, qulupnoy maxitoligi. Ta'mini ko'raylik sutda. Faqat o'zi ichadi buni. Sherif bilmaydi. Dahshat ekan, sostavni qara. Saxar, regulya, kislorod. Ruscha yozilgan ekan. Yaxshi ham Rossiyada tug'ilmaganmiz. Nimaga? Ruscha ham bilmaymiz-ku. Uylanishim kerak-da, qanaqa kasbdagi qizga uylansam bo'ladi? O'qituvchiga uylan. O'qituvchi bo'lmaydi. Nimaga? Har kuni kechagini takrorlaymiz, to'g'ri. Bo'lmasam bloger qizga uylan. Bloger ham bo'lmaydi. Nimaga? 10 ming talaydan keyin to'lig'ini ko'rsataman deydi. Bo'lmasa gay qizga uylan. Gay qiz bo'lmaydi-da. Nimaga? Ichki gangni haydatmaydi mashinani. Temboli uyda umuman remenni yechtirmaydi.